Burger bilan sendvichlar tekinga bo'lib ketdi. Ishxonamiz. Kimga nechta, kimga 5 ta. Sizga bonus bitta burger ham oling o'tma. Yana kattaroq tishning mazasini bilan. Iste'mol qiladigan yoki yeydigan narsalarga hech e'tibor qilasizlarmi? E'tibor qilmaydigan bo'lsanglar, hozir men sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Bunga aniq e'tibor qilinglar. Qaranglar. Hozir nima ko'paydi? Xuddi shunga o'xshagan burger sendvichlar. Bu luqma burgerlarni ko'rishinglar mumkin mana. O'zimiz klientimizga chiqarib berganmiz luqma burger. O'zim hozir yeb ko'rdim. Sifati shunaqa zo'r. O'zi to'g'risi men undan burger yemasdim, ochiq aytaman. Sendvich yerdim mana. Bular sendvichni ham hozir yeb ko'rdim. Shunaqa sifati zo'r. Burgerdan ham bitta yeb ko'rdim, ikkalasidan tengdaniga. Lekin yeb maza qiladigan. Sababi burgerlari tovuq go'shtida bo'lar ekan. O'zlari Andijonda, Sharxonda chiqartirsam, Farg'onadan pishirtirib olib kelamiz. Sifati juda a'lo dedi. Ishonmasdan bitta yeb ko'rdim. Haqiqatan sifati zo'r. Yeb hali maza qilasizda, chunki yeydigan narsa shirin bo'lsa, tomoqdan o'tishi ham bir boshqacha bo'ladi. Asosiy joyini men sizga aytaman. Ichidagi indeka go'shti. Shu ham Rizo kalbasaniki, kalbasasi ham Rizoniki ekan. Sifati ham o'ta zo'r, ham ishonchli. Hali qanaqa kalbasa solgan ekan, arzondan solganmikin, qimmatdan solganmikin, nech pulga solgan ekan demaysizlar. Rizoni menimcha bilmaydigan odam yo'q. Eng qiziq joylardan bittasi bu, biz klientimizga shu luqma burgerlariga o'zimiz qadoqlarni chiqarib berdik. Sizga zo'r imkoniyat. Nima biznes qilsam bo'lar ekan, nimadan ish boshlayman, men ham sendvich qilishga qiziqyapman, qanday chiqaraman deydiganlarga xuddi shu mijozimizdan burger yoki sendvichlarni sotib olsanglar, ko'ringlarda mana. Xuddi shunaqa sendvichlari yoki burgerlarni o'zinglar optim narxda olsanglar, Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab o'zlari dastavka qilib yetkazib berishadi. Sizdan nima qoladi? Faqat sotish qoladi. Oziq-ovqat do'koningiz bormi yoki maktablarda yoki bog'cha atroflarida bufetingiz bormi? Shu yerda bemalol sotinglar, xudo xolasa hammaga ma'qul keladi. Egalarining nomerini pastda qoldizaman. Bemalol telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi. Respublikaning qolgan viloyatlariga kelishilgan holatda dastavkalarni yetkazib beradi. Zavodda mana sendvich burgerlar tarqatib yuribdi. Egasini o'qib qo'yasiz. Yeydigan bo'lsanglar, bundan keyin xuddi shunaqa luqma burgerdan bitta yeb ko'ringlar. Keyin komment yozib ketasizlar, ta'mi qanaqa bo'ldi. Agar topa olmasanglar, akalar nomerini pastda qoldirib qo'yaman.